Maktabdagi sevgi qanaqa bo'ladi? Bu nima qiliq? Bularga dars kerak emas, bularni hammasini qisib qo'ygan. Ko'zi. Menimcha, deyarli hammani birinchi muhabbati maktab paytida bo'lsa kerak. Sen bittasini sevasan, seni esa boshqasi. X egri qo'shilgan 8. Appayni. Chiqib davomini yech. Xo'p. O'qimaydi bular. Qo'lingga ruchka yoki bor tushib qolsa bo'ldi. Palonchi plus pistonchi barobar sevgi deb yozilmagan joy qolmaydi. Nima bu? Masala ustoz SXX. O'zi shu hamma 7-sinfdan keyin xayollari XX bo'lib ketdi. Qizig'i sinfdagi ko'p bolalar bitta qizni yaxshi ko'rib qoladi. Xonzo, anketa daftaridagi 7-savolga kimni yozding? Bore. Tushunmadim. Xonzodami? Xonzoda? Xonzodami? Shu sevgini orqasidan bunaqasi ham bo'lib turadi. Ulan qara. Qissalashyaptimi? Uyalmaysanlarmi? Ikkita o'rtoq bitta qiz talashib urishgan. Yomon temadim hozir. Mana qara hozir kechqurun vaqting qanaqa? Yo'qole. Abduvanor nima bo'lyapti? Ustoz, ana ikkala qizni ajrating, meni talashib urishyapti ikkalasi. Yaxshi-yu talashib urishsa. Yaxshi, prosta xuniga yutyapti-da. Afsuski bir kuni maktabni bitirasan va barcha shirin xotiralaring ana shu yerda qolib ketadi. Ey, uyalmaysanlarmi o'g'il bolalar, xo'ngillab yig'laganing, erkak bolalaring? Yo'q, bo'lib ketmalaring.